Koreys alifbosida hangul yaratilish tarixi. Joseon sulolasi davri 1443-yilda qirol Sejong yaratgan. Rasmiy e'lon qilingan yil esa 1446-yil edi. Nima sababdan yaratilgan? O'sha paytda koreyslar Xitoy iyerogliflari xanjardan foydalanishgan. Bu esa oddiy xalq uchun juda qiyin edi. O'zingizlar bilasizlar. Qirol Sejong shuning uchun xalq o'qiy olsin, yozsin degan maqsadda yangi alifbo yaratdi. Dastlabki nomi Kunmingjoim. Ma'nosi xalqni to'g'ri tovushlar bilan o'rgatuvchi yozuv. Muhim xususiyati harflar og'iz va til holatiga qarab yaratilgan. Juda ilmiy va mantiqiy tuzilgan. Tushunmagan bo'lsangiz, birga o'rganamiz. Tushunishingiz uchun bizda ikki xil harflar bor. Unlilar, glasniy, undoshlar, saglasniy. Hangulda esa unlilar, ikkilangan unlilar, undoshlar, ikkilangan undoshlar. Ko'rinishidan qiyin, lekin keling unlilarni o'rganaylik. Koreys alifbosi yana bir oson tomoni chiziqchalardan tuzilgani. Tikka chiziqcha, o'rtasidan o'ngga chiziqcha. Bu A. Chap tomonda chiziqcha bo'lsa, A yotgan chiziqcha va o'rtasidan tepaga qaragan chiziqcha bo'lsa, O. Chiziqcha pastda bo'lsa, U. Chiziqchasi yo'q, yotgan chiziqcha bo'lsa, rus tilidagi Ö. Tikka chiziqcha esa o'zimizni I. A harfimizga o'rtasida yana bir chiziqcha qo'ysak, Ya. O harfiga yana bir chiziqcha qo'shsak, Yo. Yotgan O'ga yana bir chiziqcha qo'ysak, demak U Yo harfi. U harfimizga yana bir chiziqcha qo'shsak, siz ham buni bilasiz. Yo. Oson o'rganishingiz uchun bularni yozib chiqing. Faqat bir qoidasi bor. Oldiga o'qilishini yozmaysiz. Buni hamma qilmaydi, lekin hurmat uchun aytaman. Yozganda doim chapdan o'ngga, yuqoridan pastga yozing. Shunda yozilishi ham chiroyli bo'ladi.